Charchoq sababi doim ham vitaminlar emas, balki gormonal muvozanat buzilishi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, hayot balansi qadrli kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz aynan charchoqning sababi nimadan bo'ladi? Stresslar qanday gormonal muvozanatning buzilishiga sabab bo'lishi haqida gaplashamiz. Hamda gormonlarning eng keraklilarini tekshirish yo'llarini o'rgatamiz. Videoni o'tkazib yubormang hamda like tugmachasini bosib qo'ying. Chunki ko'plab vatandoshlarimizga bu mavzu juda ham kerak va bu mavzuni keng tarqalishi uchun siz bu videoni ko'plab tanishlaringiz bilan baham ko'rishingizni istar edik. Endi esa bir narsa, biz hayot balansini to'g'irlashimiz uchun vitaminlar balansi joyida bo'lishi kerakmi yoki bo'lmasam hayotimizni o'zini tartibli bo'lishi yetarlimi degan savolga javob beramiz. Hayot balansini to'g'ri bo'lishi uchun, ya'ni siz hayot sifatingiz yaxshi bo'lishi uchun gormonal balansingiz avvalo yaxshi bo'lishi kerak. Hayot balansingiz yaxshi bo'lishi uchun gormonal balansingiz avvalo birinchi o'rinda yaxshi bo'lishi kerak. Gormonal balans yaxshi bo'lishi uchun esa nima qilish kerak degan savol bo'ladi. Va bugungi rivojlanib borayotgan globallashgan dunyoda eng keraklisi bu stressdan himoyalanish. Birinchi navbatda biz informatsion stress, ya'ni tashqi muhit, tashqi dunyodan olayotgan kerakli va keraksiz informatsiyalarimizni saralashimiz kerak. Buni natijasida biz o'zimizning miyamizga tushayotgan ko'plab yuklardan xoli bo'lamiz. Natijada bizning tanamiz nimani kerak, nimani keraksiz ekanligini anglashni boshlaydi. Nafaqat miya yarim sharlarimiz, balki limbik sistema, ya'ni miyaning ostki stol qismi ham bizni tanamizni to'g'ri boshqarishni boshlaydi. Agar miya yarim sharlarida bosim ortib ketsa, tashqaridan kirib kelayotgan keraksiz informatsiya ko'p bo'ladigan bo'lsa, limbik sistema ham noto'g'ri va nofaol bo'ladi. Buni ko'plab misollar bilan ko'rishimiz mumkin. Masalan, ko'p televizor ko'rayotgan ayollarda 1980-yillardan to 2000-yilgacha o'tkazilgan tadqiqotlarda Amerikada eng ko'p qorinda yog' yig'ilishi kuzatilgan. Natijada bizning tanamizda yig'ilayotgan barcha noto'g'ri ko'payib ketayotgan moddalar almashinuvining buzilishi mahsullari bu informatsiyaning noto'g'ri qabul qilinishidan yuzaga keladi. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bizning tanamizda stress bu eng katta dushman hisoblanadi. Shuning uchun gormonal balansga e'tibor berishimiz kerak. Endi qaysi gormonlar eng muhimligini aytib o'taman. Birinchi navbatda bizning tanamizga eng muhim bo'lgan gormonlar bu gipofiz bezidan ajraladigan gormonlardir. Bu bosh miyaning ostida no'xatday kattalikda keladigan gipofiz bezi shoh bez hisoblanadi va u barcha bezlarga, barcha endokrin sistemaga o'zining buyruqlarini beradi. Natijada ular neyrogormonlarga javoban o'zlari gormon ishlab chiqaradi. Mana misol uchun testosteronni ishlab chiqarilishi uchun neyrotestosteron ishlab chiqariladi. Yoki qalqonsimon bezga ta'sir etish uchun esa TTG degan gormon ishlab chiqariladi. Natijada bizning qalqonsimon bezimiz, moyaklarimiz yoki bo'lmasa ayollarda bachadon, tuxumdonlar faoliyati boshqariladi. Undan tashqari stressni boshqarib turuvchi kortizol, buyrak usti bezlari, ruscha qilib aytganda bu nadpochniklar, buyrak usti bezlarining gormonlari eng muhim hisoblanadi. Ulardan adrenalin, noradrenalin va shunga o'xshagan ko'plab gormonlar ajraladi. Misol uchun adrenalin aynan avariya paytida yoki favqulodda holatlarda ajraluvchi modda hisoblanadi va u yurak faoliyatini boshqaradi. Agar adrenalin yuqorilashib ketadigan bo'lsa, yurak tez urishni boshlaydi. Natijada buyraklarga kelayotgan bosim ham ko'payadi. Lekin inson tanasida adrenalin nima uchun qo'rquv paytida paydo bo'ladi? Sababi tanada hosil bo'lgan ba'zi bir zaharli moddalar mochavay kislota, ya'ni sidik kislotasining tanadan tezroq chiqarib tashlanishi uchun kerak. Va hamma narsa bu buyuk yaratuvchi tomonidan oldindan o'ylab qo'yilgan. Endi shuni aytishim kerakki, kortizol baland ekan, hech qachon insonlar ozolmaydi. Undan oldin esa insulinni bilishimiz kerak. Insulin bu aralash bezlar bo'lgan oshqozon osti bezidan chiqadigan modda hisoblanadi va insulinni miqdori qachon ko'payib ketadi? Qachonki biz shakarni iste'molini ko'paytirganimizda. Shakar iste'moli ko'p bo'lar ekan, hech qachon insulin tushmaydi. Chunki insulin aynan shakarni neytrallash uchun, uni aynan glikogenga aylantirish uchun xizmat qiladi.
Natijada insulin baland yuraverar ekan, bizning tanamizda qand miqdori ham, yog' parchalanishi ham ro'y bermaydi. Chunki qand tugamaguncha yog'ni parchalashga tana o'tmaydi. Shu o'rinda yana bir narsani bilishingiz kerakki, qand parchalanishi uchun u uglevod. Uglevodlar birinchi parchalanadi, undan keyin oqsillar parchalanadi va oxirida yog' parchalanadi. Energetik qiymat bo'yicha har bir molekula uglevod parchalangan paytida 4,1 kilokaloriya energiya ajraladi. 1 gram demak oqsilda ham 4,1 kilokaloriya va 1 gram yog' erigan paytda 9,3 kilokaloriya. Ba'zi bir manbalarda esa 9,8 kilokaloriya deb yoziladi. Bundan bilinadiki, bizning tanamizda yig'ilayotgan yog' juda katta energiya manbaidir va buni parchalash uchun gormonal balans to'g'ri bo'lishi kerak. Endi eng muhim insulin, kortizol haqida gaplashdik. Eng muhimi esa bu testosteron hisoblanadi. Erkaklarda va ayollarda. Ayollarda ham hozirda testosteron ortib ketishi, ba'zi birlarda esa yetishmovchiligi holatlari kuzatiladi. Agar ayollarda testosteron tushib ketadigan bo'lsa, ayollarda umuman libido yo'qoladi. Jinsiy aloqaga qiziqish umuman nolga tushadi. Natijada ularning tanasida ko'plab yangi xastaliklar, onkologik xastaliklar yuzaga keladi. Aynan onkologik xastaliklarning asosi esa ko'tarilib ketayotgan estrogenga bog'liq bo'ladi. Erkaklarda esa testosteron bu moyaklardan ajraluvchi gormon hisoblanadi va bu ularning kayfiyati, gapirish qobiliyati, aqliy qobiliyati, harakatchanligini belgilaydi. Qaysiki erkakda agar xohish holati va undan tashqari juda ham uyquchanlik bo'layotgan bo'lsa, bu ulardagi testosteronning pastligidan. Har qanday holatda testosteroni yuqori bo'lgan erkaklar xuddi Duracell batareykaga o'xshagan tez va aktiv bo'ladi. Sportga qiziqadi, tabiat bilan uyg'un bo'ladi. Gormonlar mavzusini davom ettiradigan bo'lsak, u juda ham katta va qiziq mavzular to'plami. Lekin eng muhim narsani vaqtimiz cheklanganligi uchun aytib o'taman. Oxirgi sistema bu qalqonsimon bez, ya'ni bizning shitovidniy железо. Bu qalqon kabi bizni tanamizni himoya qiluvchi bez hisoblanadi va undan T3 hamda T4 kabi gormonlar ajraladi. Agar unga kirib kelayotgan yod miqdori past bo'lsa yoki tireozin aminokislotasi yetib kelmasa, natijada u qiynalib ishlashni boshlaydi va aynan mana shu joyda tugunli bo'qoq paydo bo'lishi mumkin. Tugunli bo'qoq oqibatida bepushtlik paydo bo'lishi mumkinligi haqida aynan yuqoridagi videomizda aytib o'tganmiz. Shunga e'tiborli bo'ling va ushbu videoni ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Undan tashqari, qalqonsimon bez faoliyati yaxshi bo'lmasligi oyoqlarning doimo muzlashiga sabab bo'ladi. Hamda oyoqlarning muzlashi nima uchun bo'lishini bizni kuzatishni davom ettirsangiz, albatta video playlistimizda keltirib o'tamiz. Charchoq, semizlik va energiya yetishmovchiligi agar sizda bo'layotgan bo'lsa, aynan shu holatlar qanday bo'layotganini shu video kommentariyasida yozib qoldiring. Hamda o'zingizdagi belgilarni aytish orqali biz sizning kommentariyingizga albatta javob beramiz va ularni asosida siz tekshiruvdan o'tib to'g'ri vitaminlarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. O'zboshimchalik bilan har doim ham qandaydir bir vitamin iste'mol qilmang yoki bo'lmasam umuman gormonal vositalarga qo'l urmang. Chunki barchasi shifokor nazorati ostida iste'mol qilinishi kerak. Hamda kvalifikatsion yuqori bo'lgan malakali shifokor kuzatuvi ostida bo'lishi shart. Shuning uchun sizga Hayot balansi jamoasi juda ham mustahkam sog'lik tilagan holda bugungi videoni tugallaydi. Xayr, omon bo'ling.